Ko'pchilik so'ragan talab istaklariga binoan kartoshkali pirog tayyorlashni o'rganamiz. Masalliqlar aniq grammlarini yozib qoldiraman. Idishga eritilgan margarin yoki sariyog', 1 chimdim tuz, 2 dona tuxum solib, vinchik orqali yaxshilab aralashtiramiz. Uyda qaymoq, smetana yoki turib qolgan qatiq bo'lsa ham bo'laveradi. Uksus va sodani o'ldirib, qatiqqa solamiz va olinavli elangan unni solib, qo'lga yopishar-yopishmas yumshoqqina qilib xamir qorib olamiz. Yarim soat tindirishga olib qo'yamiz. Nachinka sifatida piyoz, kartoshka va go'shtni to'g'rab, videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizajonlar, go'shtni qo'lingizda to'g'rasangiz juda ham mazali bo'lib chiqadi va o'simlik yog'i solsangiz yana ham ta'm beradi. Men juda ham chiroyli ko'rinishi uchun ukrob to'g'rab yana qiymaga sovordim. Videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Xamirlarni ham yoyib, ustiga tuxum suramiz va sedana kunjutlarni sepib, qizib turgan pechimizda 180 200 gradusda tepa pastini baravar yoqqan holatda 30-35 minut davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham yumshoqqina va og'izda eriydigan bo'lib chiqadigan pirogimiz tayyor bo'ladi. Yoshi qariyalarimiz birdek yoqtirib, duo qilib yeb olishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizajonlar. Yurakchalaringizni kutib qolaman. Kanalimizda aktiv bo'ling.